Somsani yesam uylanaman deb kelgan. Bir bo'lak somsasi qolgan, bir bo'lak mana. Jo'ra do'stimizga tekkan qiz ham ertalabdan kechgacha ovqat qiladi, boshqa ish qilmaydi. Kun Bosinbog'ga Toshkent Qo'ychirchiq tumanidan 3 ta ishtirokchimiz kelgan. 3 ta 2 kilalik somsa, 3 kosa qayla agar 15 daqiqada yeb tashlasa Bosinbog'dan 1 million 200 ming pul. Tayyormisizlar? Vaqt ketdi. Shamsiddin akamning ishini ko'ryapsizlarmi? O'zinikini yeb, Muhammadjon akamni kim o'tib ketadi? Bosing, Shamsiddin akamni ko'ryapsizlarmi? Laganning ichiga kasani ham sovugan aka. Kasani ham yeyverasiz. Muhammadjon akamni mana bir bo'lak somsasi qolgan. Burab tiqyapti, burab g'ilminda qo'yargan. Somsani. 9 daqiqada mana Muhammad akam somsani tugatdi. Hozir o'zinikini yeydi. Jo'ra do'stlikka ham hashab o'tadi. Muhammad aka mana somsani borki, osh yeganda yeyapti. 4 daqiqa qoldi. 4 daqiqada bemalol yeb bo'ladi akalar. Mana vaqtimiz. Muhammadjon aka ozgina qoldi aka, bir harakat qiling. Bizda ham Tayland tugatdi. Somsa ozgina qolib ketdi. Akalar harakat qildi, bu yerda pul uchun emas, prosta delay interest qiziqish uchun. Somsa qanday ekan? Yoqdimi? Kelaverasizlar Bosinbog'ga mehr somsaga. Bizni kuzatishda davom eting.